Yo, men tushunmayapman. Nima ham Muhammad Yusufga kiyimlar tezda kichkina bo'lib qolyapti. Kecha olgan kiyimim bugun уже to'g'ri kelmayapti. Ota, birinchi bo'lib o'zingni bosib ol. Keyin gapir. Gapiraveraymi? Gapiraveraymi? Nima qilyapsan? O'zingiz aytdingiz, o'zingizni bos deb. Xotin bitta achchiqqina choy damlab ber, boshim og'rib ketdi. Achchiq choy. Hozir yeb qilamiz. Nima bu? Achchiq choy? Shu boshliq noto'g'ri ish qilyapti-da. Shu ikkala oyog'ini ham bitta etikka tiqib olyapti. Bo'lmaydi-ku bunaqa qilish. Ikkita etik, bitta oyoq. Bitta oyoq. Nimadir qilish. Nima qilyapsan, xotin? Shu boshlig'iz ikkita oyog'ini bitta etikka qanday tiqtikkan boydan beri sig'mayapti. Voy tupoy. Ha, siz etigingizga tiqsam sig'adi. Meniki kichkina-yu. Boshim yorilib ketay deyapti. Nima qilsam ekan? Oh. Nima qilyapsan, xotin? Ha, boshingizga paket baylayapman. Ko'rib turibman, nima sababdan baylayapsan? Ha, shuni ham bilmaysizmi? Bosh yorilsa sochilib ketadi. Hamma yoqdan terib yurasizmi? Ovora bo'lmang-da, shu paketga sochilsin. Mah, boshimni o'zing yor.